Mana Jamol ekskavatorlar 3 ta mashin keldi. Inshaalloh hozir mana ortamiz mana shu 6 ta berektiri. Ketadi hozir mana. Xudo xohlasa. Texnikalar hammasi keldi. 3 ta mashina, 2 ekskavator keldi hammasi. Mana berektirlar. Assalomu alaykum aziz birodarlar. Granula holatda. Hali ichida qurtlar ham bor. Shuncha. Yaxshi ajralmagan. Inshaalloh mana ortish jarayonlari ketyapti. Yo'llarni ortib bo'ldik. Xudo xolasa Qashqadaryoga mashinalar bittasi oldinda, ikkitasi bu yoqda, 3 ta mashinada ketyapti inshaalloh. Yagomislarimiz tayyor. Kerak bo'ladigan bo'lsa, inshaalloh aloqadamiz. Nomerlarimiz tepada turadi. Opisaniyada ham bor. Buni kelishilgan holatda, elanmagan holida sotdik. Sal arzonroq qilib berdik. 50 so'm arzon qilib berdik kilosidan. Inshaalloh. Elanmasdan shu holatda rasipnoy sotdik. O'zi elanmagan holatida ham unaqa musuri ko'p emas. Mana holatini ko'rib turibsizlar. Mana shundoq sal-pal o'tdi, tomirlari bo'lishi mumkin. Atakman bilan ham hammasi mana Diagomiz chiroyli holatda. Xudo xolasa. Ko'rinib turibdi, musur umuman yo'q. Hech qanaqasiga. Ana kesaklar ham mana bundoq qilsa ezilib ketaveradi mana. Mana. Ko'rib turibsizlar. Bular ham kesak ham unaqa kesak emas. Toza Diagomiz. Xudo xolasa. Sal tekses ezilib ketaveradi. Kimga Diagomiz kerak bo'lsa aloqaga chiqaverasizlar. Diagomiz chuvalchanglarimiz sotuvda bor. Nomerlarimiz tepada bo'ladi inshaalloh. Aloqada kutamiz. Ana inshaalloh bitta mashinamiz taroziga keldi. Xudo xohlasa.